Assalomu alaykum, Mangit Bitura kanalining obunachilari va aziz yurtdoshlar. Bugun biz Toshkent viloyati Bo'ka tumanining Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida turibmiz. Sotiladigan uy joyining uchastka deymizmi, uyi aliga qilingan, buzib tashlangan, hozir o'rni bor. Hozir полный обзор qilib boraman. Dokumentalniy 65 sotikli общий. 65 sotikka nalog to'lanadi. 47 sotik kadastrga kadastr debman, haliga решение chiqqan. 47 sotikka qaror chiqarilgan. Общий 65 sotik. Hozir men ko'rsataman, mana ko'rinishi, mana ko'chadan kirib kelish joyi. Ko'chadan kirib kelish joyi. Qimmat shlakoblokdan qilingan, mana zabor. Fundamenti ham baquvvat, podushka bor tagida. Hozir men bu yoqda ham ko'rsatib, ichkarini obzor qilib beraman sizlarga. Eng glavniysi bu yerda mana bu yerdan suv vodoprovodlarga shu yerdan chiqarib tarqatiladi. Suvni boshida. Endi lokatsiya Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz. Mana ko'chaning nomi 8-ko'chaligini, 8-uy ekanini ko'rinib turibdi. Mana darvozadan kiramizda общий hozir ichkarini ko'rsatamiz. Mana bu yerda hozir suv tarqatiladigan, vodoprovodlarga tarqatiladigan joy zaborning nari tomonida bo'lsa, mana bu yerda kranning o'rni bo'lgan. Hozir bor, lekin ko'mib tashalgan ekan, egasi chiqarib beraman xohlasa deydi. Mana ko'rinishi katta joy. Endi ikkinchi bu yerda ikkita ekan, vodoprovod chiqadigan ikkita ekan. Mana hozir ikkinchisini ham ko'rsatishim kerak. Mana ikkinchi kran chiqib turibdi mana bu yerdan. Endi uyning o'rnini ko'rsataman. Mana bu yerda mana istashga bo'lingan. Oldin bu yerda uy bo'lgan, buzib, endi kimdir oladigan bo'lsa, o'zlari planoviy qilib qurib olsa bo'ladi. Lekin mana istashga mana ko'rinib turibdi istashkasi. Istashga qilingan. Endi mana uyning fundamentining o'rni ham ko'rinib turibdi mana. Bu yoq bog'. Полный круговой. Mana zabor bilan, mana qimmat shlakoblokda и fundamenti ham baquvvat qilib qurilgan. Полный круговой o'ralgan. 65 sotikka nalog to'laydi. Eslaringizdan chiqmasin, 65 sotikka nalog to'laydi. Lekin hokim qarori 47 sotikka chiqarilgan. Nalog to'ladimi? Значит 65 sotik egalik mulki bu. Egalik huquqi bor bunda. 65 sotikka. Endi mana bu yerga kimdir chorva bilan shug'ullanaman desa, joy katta. Polni bemalol molxona qurib, uy qurib o'rtaga mana chiroyli, mana bedalari ham chiroyli bo'lib turibdi mana. Mana ko'rinib turibdi. Mana krandan keladigan mana turba ham turibdi ekan mana. Bu yoqqa suv olib o'tib, naryoqda sug'oradi bemalol. Mana. Chiroyli bo'lib turibdi. Главный bu yerda eng главный mana polni qimmat shlakoblokdan qilingan. Qimmati shlakoblokdan. Aytaman, armatura qilib, vashi baquvvat qilingan. Ostida tagi polni podushka moshnik qilingan deyapti. Endi bu yoqda bog'i bor ekan. Bog'i bor ekan bu yoqda. Bog'ni ko'rsataman. Qarang, mana u tepalik biz turgan joy, tepalik. Hech qanaqa, masalan, uy quradigan bo'lsa, ostatga bermaydi. Bu yoq polni anaqa mayskiy gilos ekan. Mayskiy gilos mana ko'rinib turibdi. Mana bu yoqqacha uy quradigan bo'lsa, xohladicha mana past tomonini joylov qilsin, yoki огород eksin. Mumkin. Joy katta. Dokument hujjatlari hammasi joyida. Lekin 65 sotik zo'r joyda joylashgan.
ko'rinib turibdi. Juda chiroyli. Mana bu yoqlarda ham ko'rsating, mana qo'shnilar uyini. Bu yerda bunaqa katta joy topish qiyin. Zo'r joyda. Keyin mana bu yerdan 1 kilometrga chiqadimi, chiqmaydimi? Где-то bir 700-800 metr nariyoqda vodiyga ketadigan, bu yog'i Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatiga ketadigan katta Buyuk Ipak yo'li bor. 1 kilometr chiqmaydi. Bemalol xola vodiyga, xola Samarqandga ketaversa bo'ladi. Bo'kagacha bo'lgan masofa bu yerdan taxminan где-то bir 14 kilometr bor. 14 kilometr. Toshkentga bo'lgan, Toshkentgacha где-то taxminan 65 kilometr bor. Qo'yliq bozorigacha. Mana bu zaborning, mana bu turgan zdaniya nariyoqqa qaraydi, haligi xilab punktga. Mana zaborning narigi tomoni xilab punkt. Ishlayman desa xilab punktda ish bor. Mana bu yerdan shunaqa mana bu kalitkadan chiqsa, o'sha nimaning territoriyasida, xilab punkt territoriyasida tekstil ham ochilgan. Tekstil ishlayapti hozir. Bemalol o'sha tekstilga ishlasa ham ish bilan. Bu yoqda ham maktab bor, ikkita maktab bor bu. Telegram kanalimizga lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Qisqacha ma'lumot Instagram kanalimiz bor. To'liq ma'lumot mana shu YouTube kanalimizga kirib to'liq ma'lumotni ko'rsangiz bo'ladi.